Assalomu alaykum obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilar. Mana navbatdagi chiroyli alkafonni deb nomlashadi, lazer gulli deb nomlashadi. Biz o'sha alkafonni qilmadik-ku, nejirinkali qo'l mehnati jo'rozamizni o'zimizga olib kelib o'rnatdik. Bunga ketgan materiallari, razmerlarni bir qator obzor qilib olsak, bu jo'rozamizni manzillari o'zimizni vodiyga, Namangan viloyati Mingbuloq tumani Uzuntepa qishlog'iga olib kelib qo'ydik. Dorozaga razmerlari kvadrat desa ham bo'laveradi. 3,5 metr eniga, 3,5 metr bo'yiga bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallari oyog'ini tagi 10 ga shivellar ishlatilgan, bezuloq. Yollari ikkala tomon, tepa tomoni 10 ga 10 profilda burch profil, 10 ga 2 tena profil ishlatilgan. Zazorni yopish maqsadida 1,5 ga 1,5 polnikurga o'ylantirib chiqilgan. Tepa tomonida mana 45 santimetrli skvaj bo'lishdi. Buni yozgi kunida issiqda Nodirbek shabada aylanib tursin dedilar. Lazer gulda 1.8 bilan listdan lazer qilib 45 cm tepa tomonida tahiyasi bor. Qanotlarimiz alohida kaltga qilinmadi, chunki gulxo'y katta ochilsin deganlarning hisobiga o'rta tomoniga kaltkani alohida mana ochib qo'yib berganmiz kaltkani. Darvoza o'sha 2 qavatli varianti bu. Bu 3 qavatli varianti ham bo'ladi, 2 qavatli varianti ham bo'ladi. Bu 2 qavatli variant oldi ko'rinish bir xil chiqadi, 2 qavat ham 3 qavat ham. Hozir orqasini ko'rsatib o'tamiz. Ikkitani 2 qavatli variantini bilasizlar. Oldi 1.8 listan fonni lazer tepada tahiya lazer guldan oldiga ham qilingan, darvozaga qo'natilgan. Bu lazer gulimiz 1 cm oldi tomoniga porlab turadi, ajraydi. 1 cm. 2 profildan fonni kurga aylantirib chiqib turib, lazer orasiga qisib qo'yilgan. 2 profil bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Profillari 8 ga 4 profil ishlatilgan, uning stenasi ham qalin bo'lgan. Ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt bir xilda armatomniy bo'ldi. Laklari matviy lakda sepib berdik. Xudo xolasa darvoza nihoyatda chiroyli, xonadon egalariga ham yoqdi. Juda ko'ngildor Nodirbek dedilar. Bu joyga o'zi asli qora kraskaga kelishgandik. Bu alkafolining o'rniga men chiroyli chiqishini maqsad qilib turib, akaga indaganim yo'q, shayga kelib aka o'zlari bildilar. Nirjaga qilib berdim. Davronjon akam Nodirbek juda chiroyli chiqdi dedilar. Bu yerga qora kraskadan perlamotor qilib turib, yaltiratib berardik. Nirjaga qilib yubordim aka desam, bo'laveradi, menga zo'r yoqdi dedilar. Nirjaga qo'yib berdik. Orasidan Xudo xolasa darvozaning razmerlari hamma yo'li joy-joyiga tushdi. O'sha aytganlaridek razmerlarni o'zim kelib olganman. Men shu xonadon egalarini ikki og'iz suhbatlarni olsak, Davronjon aka keling, endi baqa endi. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Mazangiz yaxshimi? Yana bir bor so'rashib qo'yay aka. Darvozani aka mana olib kelib qo'ydi. Xudo xolasa mana o'zingiz ko'rib oldingiz. Razmerni olgani kelganda o'zingiz kutib olganingiz, vakolatni berdingiz. Mana ishi 25 kun davomida aka bitadi dedi. 25 kun, 26 kun atrofida aka o'rnatyapman. Men shu tomoshabinlarimizga bir o'zingiz fikringizni bildirib olsangiz, chunki juda ko'p joyda kuzatishadi. Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston o'ynakda viloyatlar hududiga dastavkalarimiz bor. Endi bir o'zingiz fikringizni bildirib olsangiz, qanaqa holatda keldi, qay holatda o'rnatiladi akajon? Mana darvozani mana shu esatamanni ustiga qo'ygan ekansizlar. O'sha yoningiz nomerini olib, yopishtirib qo'yilgan telefonni. o'zingiz kelib o'lchab ketdingiz. Mana ko'ngildagidek chiroyli o'z vaqtida aytgan kuningizda bizdingiz, rahmat sizlarga. Ko'nglingiz og'ida, aybi yo'q darvozada. Aybi yo'q. Ma'qul keldimi? Ma'qul. Siz xursand bo'lsangiz aka, biz ham xursand bo'lamiz. Biz aka doim yaxshilikqa ochilib yopilsin darvozalar. To'ylar bilan Xudo xolasa hojlarga boring. Katta ochib tursa biz xursand bo'laveramiz aka. Bergan pulingizga aka rizo bo'lib qo'ying ha. Charchalar, mehnatlaringizga rozi. Biz rozimiz aka. Endi ikki og'iz duo qilib bersangiz aka. Agar yo'q, endi xo'p deng. Qo'shni duo qilib. Keling, Hoji aka bu keling nima qilib qo'ying. Bitta duo qilib. Umrlaringga, rizqlaringga, rasmiy ko'maklaringga Alloh baraka bersin. Amin. Qolgan qolgan to'ylarga, yaxshilik kunlarga, hajlarga boringlar. O'ynab kulinglar. Hech beshikast sog' salomat o'ynab mashina 50-100 ga xizmat qilaveringlar. Janjallaringiz sog' bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Alloh akbar. Yashang hojiba. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Obunachilarimiz mana darvozani o'zlari ko'rdilar. Orqa tomondan ko'rsatib o'taylik. Ya'ni aytib o'tganimdek. Keling aka. Ayollar. Keling. Orqa tomondan ham xudo xolasa. 2 qavatli variantini Nodirbek qanday bo'ladi deyishganda, 2 qavatli variantimiz profillarimiz ko'rinib turadi, chuqur turadi, oldiga chiqarishimiz hisobiga, mana mana shu holatda bo'ladi. 2 qavatli variantda. Hermetik sepamiz, xudo xolasa, orqasi, oldi rangi bir xil chiqadi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Agar 3 qavatli variant bo'ladigan bo'lsa, shu yerga stikerlarni solib turib, tekis qilib qoplab beriladi. Sentrzamun, hamma qo'yib keladi. Sentrzamun. Nihoyat to'g'ri yoqadi. Ochib ko'rsatib
Qanotlarimiz xudo xolasa joyiga o'rnaydi. Yo'liga. Qo'ygan joyingizda qotadi. Zavod yo'liga to'xtatsa, hammaga bir xilda zavod qo'yilyapti. Super zavod, super zavod qo'yiladi. Stemul zavod, turetsizga stemul zavod deysiz, stemul zavod qo'yiladi. Obunachilarimiz videolarimiz yoqqan bo'lsa, videomiz yoqqan bo'lsa, bir donadan likelayni ayamasinlar degan umidamiz. Obuna tugmasini bosib qo'ysalar, bundan ham chiroyli videolarni xudo xolasa o'rnatishga nasib qiladi, xudo xolasa ko'rib olasizlar birinchilardan buni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.